Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Secde sehvini qandaq xatalıqlarını ötküzgen adam qilish kerak. Secde sehvini namazda Kur'an ayetlerden 2 ayet ya 3 ayet okup Sur Fatiha'nı okumagan adam. Ya ki şirketlik namazda, 4 rekatlik namazda, o'ttirdagi teşehhüdda oltamay qo'pib ketgan adam. Ya ki namazning farzlaridan bir farzning o'rnini o'zgartib o'qib salgan adam qiladi. Masalan, namazning oxirgi rekatida at-tahiyyatu oltamay o'rnidan qo'pib ketgan bo'lsa, bu odam agar o'rnidan ravrus turpo'g'ichilak yodiga kelib qolsa, darhol o'ltirib olib, undan keyin sajda sahv qilib at-tahiyyatuni, ya'ni qayta o'qib, ondan salom berdi. Imom bo'lganda past o'qishga tegishli namozni yuqori ovoz bilan o'qigan bo'lsa, yoki yuqori ovoz bilan o'qishga tegishli namozni past o'qib salgan bo'lsa, bu vaqtimi sajda sahv qilish vojib bo'ladi. Ammo ruku sajdaga o'xshash namozning farzlarini tark etgan bo'lsa, bu xatolik sajda sahv qilish orqali yuyilmaydi, namozni qayta o'qish lazım.